Tuzumiga, tuzlig'imga tupuradigan bo'ldingmi? Qatdan yedingga gap qaytarishni o'rganding, sen nonko'r. Nima to'g'risi hamda? Hali o'rtoqlaringizdan ortmaysiz, hali ishingizdan, telefoningizga kimlardandir SMS keladi. Hatto otalar majlisiga ham o'zim bordim. Insofingiz bormi sizni? Men nima qilsam ham senlar uchun, mana shu oilam uchun qilyapman. Tupurdim o'sha ishingizga ham, biz uchun qayg'urishingizga ham. Seni qo'ling to'yib, kimligi esingdan chiqib qoldimi? Mana yoqqa yursan. Qo'ying qo'lini, yordam beringlar. Bitta nonga zor bo'lib ko'chada oshnoqor yurganlarimiz esingdan chiqib qoldimi? Qo'ying qo'lini. Nafsalaringni yig'ishtirganda yo'qol uyimdan. Agar menga shirdan yonimda qolsa, o'ylama mani o'ylama o'ladi deb, aslida mani o'ylamasini deb, o'ylama mani o'ylamasini deb, sevadi sinadi jon-jonimni deb, baribir ketasan mayli mani o'ylama, o'yinlaringda mani qo'lim so'rama, tushlaringda har kuni mani ko'rasan, mani bilasan shida jonim bo'lasan. Sherik aka bilan urishyapti xo'jayin. Har doim o'zi urushib yuradi, yurchi. Ahvolingga qaramaysanmi? Tinchlikmi Sherik aka? Nima bo'lyapti? Ha, aka, tinchlikmi? Ish so'rab kelibdi mana. Ahvolini qarang, turishini qarang. Kim bitta ish beradi bunga? Ahvoliga nima qilibdi aka? Bu ham bir xudoning bandasi. Jinni bir nimasmikin deyapman-da. Jinni bo'lsa nima aka? Gadochilik qilaman demayapti, halol ishlayman deyapti. Savob bo'ladi aka. Otingiz nima? Hamid, ishlayman. Bo'lmasa Hamid aka ertadan ishga kelasiz. Bugun ish vaqti tugadi. Ish bir sizlarga endi o'zingiz qaraysiz.